Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yunusobod tumanida joylashgan mana bu hovli nimaga bozor narxidan arzon sotilyapti? Qaranglar, avtomat ochilgan darvozalari bor ekan. Darvoza xonasiga bemalol mashinangizni olib kirib qo'yish uchun sharoitlari bor. Qorong'u tushgan bo'lsa ham yorug'gina hovlilariga ega. Ajoyib bir eksteryer fasadlari qilingan. Yashil maydonlariga bog'liq bo'lsa-da, yam-yashil hovliga aylanish uchun sharoitlari ham bor va yozgi oshxonalarda mazza qilib palohon to'rani qilish uchun sharoitlari qilingan. Tapchan qo'yib olsanglar mazza qilib choy ichib o'tirish uchun joylari ham qilib olsanglar bo'lar ekan. Shunaqangi 3 stulli shinamgina hovlini plus va minuslarini video davomida aytib o'tamiz va planirovkalarni o'zingizlarga ko'rsatib beramiz. Baho berish sizlardan o'rtoqlar. 5 ta xonadan tashqari 2 ta hollari qilingan binochi kirishimiz bilan bizni mana shunaqangi hol kutib oladi. Chap tomonda televizor qo'yib olsanglar, mana shunaqangi dekor panellar qo'yilgan, chiroylikgina televizor, yumshoq mebellar va yumshoq gilamlar bilan jihozlab olsanglar, oila davrasida mazza qilib kino ko'rib, serial ko'rib o'tirish uchun sharoitlar qilib olsanglar bo'lar ekan. Bitta minus tomoni mana bu oshxonamizga oynali eshik qo'ysalar yaxshiroq bo'lar edi. Hovlisiga qaragan panorama oynalari bor, yop-yorug'gina, chiroylikgina xona bo'lyapti. Ayniqsa farzandinglar hovlida o'ynab turgan paytda siz ovqat tayyorlayapsiz, bemalol farzandingizni kuzatib ko'rib tursangiz bo'ladi. Yig'ilib tushmasin, boshqa bo'lmasin degan maqsadda. Endi o'rtoqlar, mana bu kattagina mehmonxonamiz, televizorning zonalari bor. Stol-stullar bilan jihozlab olsanglar, mazza qilib qarindosh urug'lar, qudandalar, to'y ma'rakalar bo'lganda bemalol mana shu yerda o'tirsanglar bo'lar ekan. Orqa hovliga qaragan oynalari bor, havo aylanishi va yorug'lik tushishi uchun mana shunaqangi orqa hovlilari qilingan. Toshkent shahar Yunusobod tumani Katta Hasanboy mahallasida joylashgan mana bu yangi xonadonimizda hech kim yashamagan, yangi qurilgan, mazza qilib kirib yashashingizga tayyor holatda. Hurmatli mijozlar, mana bu zinaramiz orqali ikkinchi qavatimiz va pastki qavatlarimizga, podvallarimizga tushiriladi. Birinchi qavatda o'zida mana shunaqangi otaxon duogo'ylarimizga yotoqxonalarimiz qilingan. Buni ham oynasini keng kattagina qilishibdi. To'g'rimi o'rtoqlar? Isitgishlari to'pli pol va radiatorlar asosida, ya'ni issiq pol o'zbekchasi. Bu tomonda umumiy sanuzellari qilingan. Qaranglar o'rtoqlar. Bu xonadonimizda katta bir podval qismlari qilingan. U yoq podvalga nima qilgan bo'lardingiz agar shu xonadonning egasi bo'lib qolganingizda? Katillik xonasini alohida qilib, eshigini ham alohida qilib qo'yishgan, akfa romlarni o'rnatib qo'yishga. Nimaga yog'och eshik emas, akfa eshik o'rnatishgan? Buni kim biladi? Bilganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Duxkovtli kotellarimiz, borlerlarimiz, santexnika ishlarimiz chiroyli qilib bajarib qo'yilgan. Bu yerda ham mana xona sifatida ishlatishlarni ta'minlash uchun rozetkalari, включаторlari hamma yo'ni o'rnatib qo'yishgan ekan podval qismiga ham. Podvalga tushishinglar yorug' bo'lish uchun brach chiroqlarigacha o'rnatib qo'yilgan. Xudo xolasa, bekam ko'zgina xonadon. Keling o'rtoqlar, men sizlarga ikkinchi qavatda ham ko'rsatib beraman. Ungacha bizning kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishinglarni so'rab qolardik. Shunaqangi chiroyli xonadonlarni berib borishda davom etamiz. Ikkinchi qavatimizda mana shunday hol. Ikkinchi minus tomonini aytib o'taman. Mana bu hol agar mabodo chiroq o'chib qolgan taqdirda ham qop-qorong'u bo'lib qoladi. Bu holni bir yoq tomoni hech bo'lmasa hovliga qaragan tomoni bo'lishi kerak edi, yorug' bo'lib turish uchun. To'g'rimi? Meni fikrimga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Ba'zi bir uylarda, ya'ni ko'p uylarda bilsanglar, holni oynasi hovliga qaragan bo'ladi. Bu uyimizda unaqa planirovka chiqmabdi. Umumiy sanuzellari bor. Bu yerda birinchi xonamiz, chiroylikgina lyustralarimiz ilingan. Buni orqa hovliga qaragan oynalari bor. Ikkinchi qavatimiz uchun alohida shitlar qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa chiroylikgina, bejirimgina qiz bolalar yotoqxonasi. Hurmatli mijozlar, menga ham mana shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh bir kun kelib mana shunaqa chiroyli xonadonlar egasi bo'lasizlar inshaalloh. Qaranglar, mana bu ota-onalar yotoqxonasi, hovlisiga qaragan oynalari, o'zining ichida garderobning xonalari va sanuzellari qilingan ekan. Mana bu uy qiziqtirib yuryapti borgan sari. Qaranglar, kirishi garderob, ichkarida o'zini sanuzellari qilingan. Qoyilmisizlar? Sanuzellarning kattaligini, ichida hamma aksessuarlar yetarli holatda, bekam ko'z. Brach chiroqlari bor, katta bir divanni qo'yib olsanglar, shkaflarni qo'yib olsanglar, hamma joylari yetarli. Bu yerda ham bitta xonasi bor ekan. Nimaga o'rtoqlar? Savolda, mana shu ikkita garderob nimaga qilingan? Bittasi eri uchun, bittasi xotin uchunmi yoki?
Nimaga shunaqa qilingan? Bu hovlimizga 300 ming narx so'rashyapti. Narxiga arziydimi yo'qmi? Arzisa plus, arzimasa minus qilib izohlarda fikrlarni qoldinglar va uyimizni planirovkalari, qilingan dizaynlari sizga yoqdimi yo'qmi? Bu haqda ham fikrlarni kutib qolamiz. Lekin ikkinchi qavatdagi ikkita garderobli xonani nimaga qilishganligi men tushunmadim. Bittasi menimcha bolalar xonasi uchun qilinganmi? Siz nima deb o'ylaysiz?